Keldingmi, Surboytaq balam? Qandaq bo'ldi, ko'rishdinglarmi? Kichik opang tanishtirgan bola bilan. Hayotlikda nihoyat oz uchraydigan chiroygu u bolaning chiroyi. Qandaqga kelishganmika? Voy, nimunda sat bala u opa turnoqlarining ichilari kir, ish qilib, dugdarab ash so'g'aqda kaltidan kalti chapan kiyapti. Bellari o'choq, ishdan kalti, putida ta'tir xurum dudushi, o'shiqlari o'choq. Dunyoda xo'sham yo'q ishda o'g'allar bilan. Voy, to'ydan keyin o'ngishvamamsa, balam oldirmay, o'z yaxshi bo'lsa bo'ldi-ku. Voy, yaxshi emasga shu bir mashinani haydab chiqibdi-ku. Shuning bilan naqsh qo'yaychu deb ulay desam, naqshini ulamay, o'zim ulamaychimi topamay. Shundan mashinasining tilini o'z tushunmay, keyindan o'g'inamning mashinasini abto'g'an deydi qara opa. Hech nima bo'lmaydi. Ola oldirmay. Voy, qo'limni tutib oldi, oldirashlam. Yana tehi uyning oldiga akab o'zini surkab, digina menga ishtiribdi. Yarasti mashina to'xtatishdi, birdan turayli deydi tehi. Ey, beshon yeydigan yo'lvasmi, u odam qo'qitib. Qiz bola ko'rmaganimga u cho'nglar tunishtirib chiqqan uchirish bo'lgan keyin sal o'zini tutib olmamdi deyman-da, bu ko'kcho'qaylar qiziqligana. Xat yezibdi. Sizni ko'rgim keldi. Voy, qiziqliqo bu tunji ko'rishiblar. Men yozgan xitini qara. Baldur uyanga qaytib, opangni ko'rsa Avrubodga deb yezib qo'ya u guyga. Suyuq deb toz yezivatdim-ku buni. Hey, Oliya opangning o'g'li o'qish bitirib ketdi-ku, uyga chaqirib qo'ydim. Bunda paranglashib agilab, bunda yuraklarni chekadigan gaplarni qilib, tom tezakdagi o'tirib qarab o'tmay jinim balam, aktivroq bo'lar bundaq. Yuraklarni chekadigan gap. Ma'qul opa. Keldi opa, keldi. Voy, qanday ahvolinglar? Voy, obdan tudinglarmi? O'g'lim Paksat. Paxuy. Ko'pjon erkishigimi Paksat deb ism qo'yamdi. Munda bir Perman, Perhat degandek ismlar qo'ymamdi. Ismi Paksat bo'lgani bilan meyna chiroyli bola qo'y bu. Xayra? Opa? Mening qizim voy cho'ngib ketdi, mana maktab bitirib uyda men bilan to'liq o'tiryapti. Voy, biz kelgach sal kechikib qoldik, yo'l to'silib. Shu saqiltib qo'ydik sizlarni. Siz bilamsiz hozir qancha bo'lganini? 12:30 bo'lib qoldimki? Xata. Hozir bizning muhabbatimizning boshlangan vaqti bo'ldi. Siz gapga ustkansiz a? Odatda nim qilishni yaxshi ko'rsiz, nimlarga qiziqsiz degandek. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman odatda. Qanday kitoblarni ismi nima? Bayan bir kitob ko'rdim texijimi, ismi sizni ko'rib yurak titirdi degan kitob. Ola sharingni. Asta. O'g'limni kitoblarga simul qilibdi-da. Siz tamoq ita olamsiz? Hamma tomoqni itib yetaman. Qachondan beri? Bu hayotda nima qilmoq eng tez bilamsiz? Tamoq itish tasmiki, opam tamoq uyutma deb. Yo'q, xata. Nima? Sizsiz har kunni o'tkazmak eng tez. İçin iyileştirip koydu koyayım mı kız adamның? Nim qılıvatsa peşmet yap qalğanda qilib, ketdi beşin yaydıgan qo'qitib ketkizatding. O'zing jining chiqib ketkicha akilar deding-ku, opa, muhabbatli gaplan qilib qildab. G'idig'ini keltirib, ona bal ikkisining birini qilib qo'yayil deding, to'rttaning po'qi. Daltga bu qizni deb qoldi, ola. Mekka tamqingni yema, rizqingni oshirib shun bo'ytaq o'tiratsam edi. Yana tamqingning kaynini joynimak. Malika tamoq yeng da, ondan yeyma. Surboytaq er olmagan. Vaqt o'tib ketgan, paqtilishib qalay deb ko'kirishga qarab mangan lovz balam kep tamoq ye. Sen qumliqlar yashsan bo'lmam-dey. Baribir shahardagi necha ming o'g'il baldan birini keltiramay yursa, to'y qilamay. Nima qimmating bor, jinim balam sening? Ma yozdicha to'y qilmay qarab turjimi, opa? Oshda deb so'zga sevatqida 5 yil bo'ldi mana. 5 yoz o'tib bo'ldi. Yozda qishga ulab. Mening tayyorligim bo'lgan bilan shu to'y qildigan o'g'il bal bo'lmasa, top, jinim balam top. Qanda topma. To'y qilmay baq, mushu yangi yilgacha. Yangi yilda to'y qilib, men No'ruzda orzu armonni tug'ib bermay baq, menga to'yto'yning po'qi, yuk taqangni bo'yningga otib chiqib neytimi? 5 yil yeydigan.